Men fikrim bo'lsa, mana shu sigir hammamiz yaxshi bo'lsak, hammaga yaxshi. Bunaqarga yo'q gaplarni qo'zib belgi nima chiqarish foydasi yo'q. Mana chiroyli bo'lib kelyapmiz. Ha, o'sha yerdan turib shigina O'zbekiston cho'taslamida hech qanaqa bir problema yo'q. Qaydan chiqadi bu gaplar? Biz endi eshitmadik. Oldin bir shunaqa gaplar eshitdik, ularga endi ko'rmadik. Hozircha chiroyli, yaxshi, hamma xursand. Oti joyingizni aytib qo'ysangiz. Otim Nurali Tursunov. O'zbekiston qaysi joydan? O'zbekistonning Namangandan. Yaxshi, rahmat. Qaysi yoqdan kelding hozir? Men Sankt-Peterburgdan. Sankt-Peterburgdan keldim. Hozir keldik Toshkentga. Tushamiz. Endi postga ketamiz. Xudo xolasa hamma yo'q yaxshi chetda. O'zim Farg'onalikman. Inshaalloh endi postdan yaxshi o'tib olsa hammasi zo'r. Qo'shni davlatga rahmat, shunchalik sharoitlarga yaratibdi, hammasi zo'r, konkret. Inshaalloh endi postdan o'tib uyga yetib olsa. Rossiyadagilar bemalol kelaveringlar, qo'rqmanglar.